kompaniyani rahbarligingizni etib ketmasangiz, o'sha yerdagi siz o'zingizni pozitsiyangizni ko'rsatib ketmasangiz, faqat mana bu narsani qilib bersangiz, odamlar sizni bloger deb tanib qoladi misol. Ya'ni mahsulot bilan qanaqadir eksperimentlar, shoular o'tkazish, nechtadirini qattandir tashab ko'rish, nechtadir ustiga moshinani misol chiqarib ko'rish, bitta odam nechtasini ko'tara oladi, bitta odam nechta icha oladi. Keyin mana 4-chiga o'g'limni ham qo'shsam. Qanaqa bo'ladi? O'g'lingiz necha yosh? 9 yosh. Sizga xolodilnigimdan beramiz. Assalomu alaykum azizlar. Razborimizni keyingi sonida hammanglar bilan uchrashib turganimdan xursandman. O'ylaymanki, bugungi sonimiz ham ko'pchilikka foydali, qiziq va bu bir kishini razbor qilish jarayonida juda ko'p odam o'zidagi xatolarni, kamchiliklarni ko'radigan va keyingi yo'lini, rejasini tuzishiga ozgina bo'lsa ham yordam bo'ladigan kichkina ko'rsatuvlardan bittasi bo'ladi degan umiddaman. Avvalo aka, o'zingizni ozgina tanishtirishdan boshlasangiz. Ismingiz, yoshingiz, nima ish bilan shug'ullanasiz? Taklif uchun rahmat. Men ismim Elyorbek, Toshkent shahrida tug'ilganman, yoshim 37. Men soham oziq-ovqat. 2020-yildan boshlab import qilishni boshlaganmiz. Ya'ni har xil davlatlardan. Men o'zim oziq-ovqat distributsiyasi. Oziq-ovqat distributsiyasi. Kecha kunduz sotiladigan mahsulotlar. FMCG deyiladi. Men o'zim bu sohada savdo xodimi bo'lib, taxminan 3-4 yil ishlaganman. Nechinchi yilda? 2014 dan boshlab 2017 gacha. Demak, 14-yil o'zi bu ishga kirgan ekansiz-da. Savdo sotuvidan shug'ullanishni yaxshi ko'rardim. Ha. Undan oldin institutda o'qib yurgan paytimda, ya'ni mobil telefonlar sotishni boshlaganman. Chunki u yerda akam do'konlari bo'lardi. O'sha paytdan o'z savdoda bo'lgan ekansiz. Keyin shu distributsiyaga mol tarqatuvchi bo'lib, anaqa kirgansiz-da. Nima deyilardi mol tarqatadiganlar do'konga? Agent bo'lib kirgan ekansiz. Savdo agenti bo'lib boshlaganman, chunki savdo sotuv o'zim bilmayman, ichimdan bor. Avloddan avlodga o'tadi uni. Boshlab, ya'ni men shu paytgacha biron qo'lda ishlashga o'rganmaganman. Ya'ni qachondir men o'z biznesimni qilishim kerak edi. Bu sohada ish o'rganib, nima yaxshi ketadi, nima ketmaydi, nima ommabop, kecha kunduz sotiladigan tovar, shularni analiz qilib, diler bo'lib, okalar tovar olib kirishardi. U biznesni olib tarqatishni $1000 dan boshlaganman. $1000 dan boshlab, hozirgi paytga importyor bo'lib davom ettirib kelyapman. Nechinchi yil boshlagandingiz? 2020 dan? 2018 как diler bo'lib boshlaganman. 2020 dan o'zim firma ochib, importyori qilishni boshlaganman. Zo'r. Ya'ni bu yerda men bitta o'zim emasman, meni ham sheriklarim bor. Ya'ni har bitta biznes kengash uchun kimdir jalb qilishingiz kerak rivojlanish uchun. Albatta. Zo'r aka. Hozir nechta mahsulot distributsiyasini qilyapsiz? Nimalar ular? Bizda ikkita brend bor, ya'ni Goap ichimlikdan, uni Turkiyadan olib kiramiz. Navom brendi, Basil Seed sharbati, uni Vyetnamdan olib kiramiz. Hammasi halol mahsulot, sertifikatlari bor, bemalol O'zbekiston bozorida sotsa bo'ladi. Zo'r. Vyetnamdan olib kirayotganingizni ko'p joylarda ko'ryapman men. Katta supermarketlarda ham, ko'chadagi do'konlarda ham ko'pida ko'ryapman, lekin Goap uncha ko'p hali anaqa Toshkentda tarqatilmaganmi deyman. Shu Basil Seed Vyetnamdan kelgan mahsulot, u o'tgan yil trendga chiqdi, xabaringiz bor. Anti reklama ham reklama bo'lib ketdi. Sodasi yaxshi bo'ldi. Uni ko'rib ko'pchilik olib kirdi. Har xil davlatlardan, Erondan, Vyetnamdan, Tailanddan. Unga qaramasdan bari sotilaverdi, konkurent ko'p bo'lganiga. Lekin bizning maqsadimiz setlarga kirish, ko'p tarmoqli do'konlarga kirish. Hozirgi kunda deyarli ko'p do'konlarda bor. Shu makroga kirsangiz, Andaluzga kirsangiz va boshqa do'konlarda bor. Goap bu yangi brend, hali endi продвиженияsi bor. Sekin-sekin. Lekin ularni SMMlarini qilib turibmiz. Instagramda, Telegramda, Facebook qilib. Zo'r. Shaxsiy brendingizni продвиженияsiga kirishmoqchisiz. Bundan maqsad nima? Maqsad daromad topish. Birinchi maqsadlardan, ikkinchisi mahsulotni nimani ortidan daromad topish? Mahsulotni sotib, tanitib. Bu sotish mani ikkinchi daraja. Avvalambor bu mahsulotni tanitish, borligini ko'rsatish. Egasi kim? Haqiqatan egasi shu tovarni olib kiryaptimi? Qanchalik bu mahsulot haqiqatan sifatli, birinchi qo'lmi?
degan narsani isbotlash, ko'rsatish. Govap ham u energetikmi yo oddiy napitkami? Energetik ham bor, energetik ikki xili bor, shakarli, shakarsiz. Hozirgi paytda energetik sodasi tushgan. Sezon ham qaytyapti o'zi. Yo'q, energetik sezoni yo'q. Ichilaveradimi? Ichilaveriladi. Lekin shakarlini sodasi tushganiga zero chiqqan, shakarsiz. Hozirgi paytda zero sodasi balandroqda, chunki bitta govapda emas, boshqa mahsulotlarda ham zero ancha sodasi o'sib qoldi. Faqat energetik ekanda govapda. Limonada ham bor. Limonad shu olma, ananas, apelsin. Aslida banishniisi demak. Banishni. Asosan biza shu Temurbank banishni bilan import shug'ullanamiz. Mazalilari ham shunaqami? Temurbankali? Limonad ular. Xo'p. Mahsulotni tanitish orqali kimni jalb qilmoqchisiz? Xo'p, tanitish distributorlarnimi? Hozir birinchi bo'lib men o'zim shogirdimga berdim, ya'ni rasmiy sahifasida Instagramda men shogirdim o'tda face bo'lib rivojlantirsin. Men agar o'zim qiladigan bo'lsam ulgurmayman yoki boshqa ishlar qolib ketishi mumkin. Rivojlanish uchun kerakli narsalar qolib ketishi mumkin. O'shanga shogirdimga xudo xolis topshiraman. O'sha bilan o'zi videoga olib, yo'q, mana o'zingizni shaxsiy brendingizni produjeniyasiga kirishyapsiz, to'g'rimi? Bu etapda mahsulotni tanitish bilan asosiy maqsad shunga anaqa qilinyapti. Qo'yilyapti. Target shunga qo'yilyapti. Brendni ko'rsatish, brendni tanitish, brendga ishonchni oshirish. Tushunishim bo'yicha to'g'ri tushunyapman? Endi buni tanitish orqali kimga chiqmoqchisiz? Ya'ni oddiy xalq ko'rib, uni do'konlardan so'rasin, sotib olsinmi yoki distributorlar ko'rib murojaat qilsinmi? Menga ulgurji savdo bilan shug'ullanadigan ko'p tarmoqli supermarketlar va viloyatli distributorlar, dealer distributorlar. Ularga optim sotish, ya'ni hozir bizada jamoamiz Toshkentda. Toshkentda shu 5 yilcha 5 mingtadan ortiq do'konlar bilan ishlaganmiz. Bu yomon natija emas, yaxshi. O'rtacha 8 mingta, 10 mingtaga yaqin do'konlar. Endi hammasini ishlash qiyin. Viloyatga chiqish, ya'ni u yerda yaxshi distributor qilish yoki kelajakda o'zimizdan filial qilish. U yerda ham jamoat tuzib tarqatish. Tushundim. Distributorlarni ham jalb qilishimiz kerak, mahsulotni tanitish, ishonchliligini oshirish bilan birga. Hozir mana shaxsiy brendingizni produjeniyasiga kirishdagi asosiy muammolar nima bo'lyapti? O'zani kuni bir qator tushuntirib ham beruvdim. O'sha narsani realizatsiya qilishdagi bo'layotgan savollar, muammolarni ham bir qator aytsangiz yaxshi bo'lardi. Hali men boshlamadim. Oldingizga keldim. Bir yordam bering, maslahatlar bering deb. Hali bu sohada ichimlik bo'yicha hali hech kim ko'rmadim shaxsiy brend qilganimni. O'shani birinchilardan bo'lib shu bozorga kirish. To'g'ri, importyorlar ko'p, lekin hali shaxsiy brend qilganlar deyarli yo'q, ko'rmadim, balkim bordir, ko'rmadim. O'shani hozir birinchi bo'lib uni rivojlantirish, tanitish. Bizada u Goap Navondan tashqari, ya'ni big brandslar bor. Taniqli suvlarni ham olib kiramiz. Uni ko'p joylarga ham beramiz, Xorikalarga ham beramiz. Xorika bu hotel, restoran, kafelarga ham beramiz. Kelajakda kimdir bizga ham mana shu suv kerak edi, olib kelib bergin desa, biz ham qidirib, topib, uni nomidan gaplashib ham olib kelib berishimiz mumkin. Distributor bo'lmasa ham, lekin u qaysidir tashkilotga kerak bo'lishi mumkin. Yo'q, mana hozir produjeniyaga kirish jarayoningizda mana shu mahsulotni ko'rsatmoqchisiz, ommaga olib chiqmoqchisiz. Nima sababdan hozirgacha chiqolmadingiz yoki chiqmadingiz? Boshlaganingizdan keyin nima muammolar bo'ladi deb o'ylayapsiz? O'shalarni ham aytsangiz, o'shalarni ham hozir birato'la yechimini yasab ketamiz. Hali batafsil o'ylamadim. Muammoni ko'rmadim. Muammo ko'rmadim, chunki hali endi strategiya reja qilinyapti. Rubrikalar endi o'ylanyapti. Zo'r. O'shalarni qilib qo'yinglar, bir orada bir ko'rib bersangiz, agar imkon bo'lsa hozir, yo'qsa keyin. Yo'q, hozir emas, qarang mana. Siz ishingizni ob'yomi katta. Ishingizni ob'yomi katta. Hozir o'zingizni produjeniyaga kirishayotganingizda o'sha 3 ta tochkani yaxshi qilib birlashtirishingiz kerak. Birinchisi o'zingizni ekspertligingiz. Buni yaxshi ochib ko'rsatib berish kerak. Siz mana shu
hozirgi tovarlarni olib kirayotgan odam sifatida, chiqayotgan mutaxassis sifatida o'sha o'zingizni yoritib berishingiz kerak. O'zingizni shaxsiy fikrlaringiz, qarashlaringiz, qilayotgan ishlaringiz, qayerga boryapsiz, nima qilyapsiz degan narsani o'zingizni lичностingizni ham ochib ketish harakatini qilishingiz kerak. Kamera bilan ishlashdagi muammolaringizni yo'qotish kerak. Agar bu narsani hali yana protsessda ko'ramiz, faqat o'sha sal kam gapirasiz o'sha narsani kameraga chiqayotganda yetkazish, mashina rivojlantirish ustida ishlash kerak. Endi bu yoqda ish katta bo'lgandan keyin birinchi o'rinda bu o'zingiz, lekin zo'r, misol o'zingiz ustingiz ishlaganingiz bilan bu narsani o'zi yetarli emas. Undan keyin sizga уже texnik komanda kerak. O'sha anaqani amalga oshirish uchun. G'oyani realizatsiya qilish uchun sizga texnik komanda kerak. Qaysi turli kontentlarni syomka qilish, o'sha bo'ladigan nimadir rubrikalarni amalga oshirish uchun komanda kerak. Bitta iloji bo'lsa prodyuser topishingiz kerak. Nimaga? Boshidan sizga mana shu narsani tavsiya qilaman. Misol bu yoqdagi mana bir xilga kerak emas. Ulug'bek akaga prodyuser kerak emas. Misol sizga ham pakka kerak bo'lmasligi mumkin. Balki sizni ham holatingizda juda ham misol kerak emas. B2B ozgina torroq segmentda ishlaydigan yoki boshqacharoq podxodda ishlaydigan odamga, quruq o'zini tanitish uchun ishlayotgan odamga boshidan kerak bo'lmasligi mumkin. Lekin siz boshidan brendni уже tanitishga yo'naltirayotgan holatingizda ish ko'p bo'ladi. YouTube'da ham, TikTok'da ham, Telegram'da ham, Instagram'da ham hamma joyda bir vaqtda o'zida prodyuserni ketish kerak. YouTube o'ziga moslab, Telegram o'ziga moslab, Instagram o'ziga moslab qanaqadir уже podxod bo'lishini hisobiga o'tda ish ko'p bo'ladi va ish ko'p bo'lganda uni realizatsiya qiladigan jamoa kerak. Hammasini bitta o'zingiz tushunmaysiz ham, bitta o'zingiz hammasini realizatsiya qila olmaysiz ham. Bu prodyuser o'sha joyini o'zini zimmasiga olsa, hamma platformada ishni yaxshi tashkillashtirib berish zimmasiga oladigan bo'lsa, texnik komanda o'sha videolarni syomka qilish, ularni o'sha yetkazib berish bilan ishlasa, siz bilan prodyuser birgalikda kontentni g'oyasini qilishga, kontentni g'oyasini birgalikda tuzishga ishlanadi. Endi sizni bu etapdagi bu joydan qanaqadir muammo savolingiz bormi yo'qmi? Muammo. Bu etapdagi основной xodingiz, основной ishingiz ana kuni o'zingizga ham tushuntirib berdim. Bu yerda yana qisqa tushuntirdim. Unda batafsilroq hozir yana to'xtalib kirishib ketamiz. Основной qiladigan ishingiz brendni taniqliligini yoritish, brendni taniqliligini oshirish bilan bir qatorda o'zingizni lичностingizni ham ko'rsatib etib ketish kerak. O'zingizni lичный profilingizda bo'lyapti и o'zingizni mahsulotlaringizni ko'rsatib berishga fokus beryapsiz. Bunda 3-4 ta zo'r rubrikali ishlab, prosmotrga основной ishlashni anaqasini qilish kerak. Harakatini qilish kerak bo'ladi. Boshlang'ich etapda mana shuni yo'lga qo'yganingizdan keyin boshqa taktikalarni yana ichiga qo'shsa bo'ladi. Birinchisi anaqani oshirishga nima deb o'ylaysizlar? Zo'r prosmotr bo'lishga mana shu aytaylik shu suvlarni sodasini oshirishga yordam beradigan, zo'r prosmotr olib kelib beradigan nima variantlar bor deb o'ylaysizlar? Misol uchun shaxsiy profillarida mahsulotni olib chiqishlari kerak, o'zlari chiqadilar. O'sha kompaniyani anaqasi sifatida. Kimga qanaqa tarqatadilar? Ya, u juda prioritet bo'yicha boshida emas, to'g'ri u ham sposob. Ya'ni qaysidir podkast bo'tda qanaqadir joyda ketyapti, u reklama sotib oladilar ulardan. Ular qatnashishlari ham shart emas. Bizni личный profillar orqali tashkillashtirishni anaqa qilamiz. So'rayman. Suv bo'yicha. Aha, ya'ni kimning fikr? O'sha qanaqadir marosim tanlab, qaysidir misol uchun Ramazonda shu tekinga tarqatishlar. O'zi umuman qanaqadir savol bersangiz, shuncha sizga blok beriladi. Bizlar brendimiz haqida eshitganmisiz degan narsalar bilan o'sha tekinga nimadir chorlov bo'lsa odam ko'p ko'radimi?
to'g'ri bo'lishi mumkin. Birinchi o'rinda pozitsiyani to'g'rilab olish, pozitsiyani aniqlab olish uchun va profilni mana maqsadini aniqladik. Bizaga odamlar mahsulot taniqligini oshirish, uni savdosini oshirish uchun ishonishi, o'sha narsani ko'rsatishimiz kerak. Bu bo'ldi, cho'tki. Endi profilni missiyasini ishlab chiqish kerak. Bizni xohlayotgan narsa aniq. Endi odamlar u narsani olish uchun bizga nima uchun bizani ko'rish kerak, nima uchun bizani kuzatish kerak degan katta savol bu. U narsani javobiga qilamiz. Birinchi o'rinda nima deb buni endi nomlashni o'z anaqa qilmayapman. Boyagi siz aytgan narsa o'zi bunga zo'r tushadi. Laboratorniy ekspert deydimi endi buni yoki nima bo'yicha ekspert deydi? Suv bo'yicha laborant deydimi yoki o'sha laboratorniy ma'lumotlarni beradigan mutaxassis sifatida chiqishingiz kerak. Ya'ni suvni qanaqa holatda ichiladi, gazli suvni qanaqa holatda, energetik suvni qanaqa holatda, uni ichida qanaqa qo'shimchalar bor, boyagani Vyetnamdan keladigan mahsulotingiz ichida qanaqa qo'shimchalar bor, Turkiyaning ichidan keladigan mahsulotingizda qanaqa qo'shimchalar bor, nimaga suv anaqani gazli suvni qaysi vaqtda ichish kerak, zeroni qachon zero nimaga odamlar zeroni ko'proq ichyapti, zerosi bilan shakarlisi nima farqi bor, shunga o'xshagan qanaqa ichidagi ingrediyentlar, har bitta suvni qanaqadir yozuv bo'ladi, EU 9 yana bir narsa degan yozuvlar, har xil qo'shimchalari bo'ladi, to'g'rimi? O'sha narsalarni nima o'sha narsalar degan ma'noda foydali ma'lumotlar beradigan lab ekspert. Nima bo'ladi? Lab ekspert. Lab ekspert desa to'g'ri bo'lar ekan. Faqat bu ekspertligingiz suv doirasida bo'ladi. Hozir ani shakarni miqdorini o'lchab chiqayotgan bitta oka chiquvdilar. Endi bizaniki sal boshqacharoq. Suvni ichidagi o'sha kraskasi nimaga zarar qiladi, nimaga foyda qiladi, odamning organizmiga o'zi u narsalar qanaqa ta'sir qiladi, tagdali degan narsalarni olib chiqsa, ko'pchiligi qiziq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Prosmotr jihatdan ham sizni bu sohadagi bilimingizni ham ko'rsatib berishga bitta tomondan yaxshi ishlaydigan holat bo'lishi mumkin. Razborimizni ko'rayotganingizdan va bundan qanaqadir foyda olayotgan bo'lsangiz, bundan juda ham xursand bo'lamiz. Bizda shaxsiy brendni rivojlantirish bo'yicha maxsus o'quv kurslarimiz bor. Onlayn formati, offlayn formati va bularda o'zingizga qulayini tanlab, o'qib, o'rganib, shaxsiy brendingizni rivojlantirishda chuqur foydalanib ishlatishingiz mumkin va ichida juda ham ko'p qulayliklar qilganmiz va sizni bu dastur orqali shaxsiy blogingiz bilan sotuvlaringizni oshirishga, mahsulotingiz yoki xizmatingizni sotuvini effektiv yo'lga qo'yishga yo'naltirilgan o'quv dasturi hisoblanadi va bu dasturimizga hozir sizda oldindan yozilish orqali yaxshi bonusli va qo'shimcha imkoniyatli va eng arzon narxda darsga qo'shilish imkoniyati bor. Bu darslarimizga qo'shilish va batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi mana shu videoni opisiyaniyasida link bo'ladi. Shu link orqali ro'yxatdan o'tib ma'lumotlaringizni qoldirib qo'ysangiz, biz o'zimiz sizga bog'lanib, ma'lumotlarni berib, darslarga qo'shib qo'yamiz. Rahmat, razborni davom ettirsa bo'ladi. Ikkinchisi, endi bu profilni missiyasiga birinchidan ishlab ketadi. Ikkinchidan, prosmotrga ham ozgina ishlashi mumkin. Ikkinchisiga bo'ladigani ani shoular o'tkazish. Ya'ni mahsulot bilan qanaqadir eksperimentlar, shoular o'tkazish, nechtadirni qattandir tashlab ko'rish, nechtadirni ustiga boshlarni misol chiqarib ko'rish, bitta odam nechtasini ko'tara oladi, bitta odam nechta icha oladi, nechtasini bitta anaqaga idishga solib ko'rsa anaqa bo'ladi, nima deydi? Nechtasi to'ladi, aytaylik katta akvariumga solib vilka bilan uni ichib ko'rish, anaqasi necha soatda buni ichib bo'ladi. Ko'ngilochar qanaqadir shoular. Qiziq oxiri nima bo'ladi? O'sha narsani ko'rish, misol nechtasi tepadan tushganda bong'illaydi, nechtasini solsa nima bo'ladi? Aytaylik, Vyetnamdan keladigan bo'lsangiz, alohida qora tochkalari bor. O'shanisidan suvni ajratib bergan odamga ajratib chiqishga qancha vaqt ketadi? Xullas, развлекательный kontent unda endi faqat bu yerda mana tochka keladi, savol keladi. O'sha joyda men o'zim chiqib gapirishim shartmi degan. To'g'rimi? O'sha joyda men o'zim chiqib, o'sha vilkada o'zim o'sha akvariumda ichib tugatishim shartmi degan aniq keladi. Men shart emas. Yo shart deb o'ylaysizlar sizlar.
shart emas. O'sha narsaga kimdir olib kelyapti, yoshroq yigitlarni, shunaqa ish qiladigan yigitlarni olib kelyapti. Mana shunaqa birga turib gapiryapsiz. Mana shunaqa qilishga qancha vaqt ketadi deyapsiz. U yigit qilaveradi uni. Sog' yigitlar. Yoshroq yigitlar qilib ko'radi. Vaqti, sog'lig'i vip odam de o'sha narsani eksperiment qiladi. Siz o'shani tashkilotchisi bo'lasiz yoki ikki kishiga berasiz. Kim birinchi tugatsa, mana YouTube degan narsa qo'yiladi. Prosmotr zo'r bo'ladi. Bunaqa kontent har doim prosmotri zo'r bo'ladi. Plus o'sha yerda o'sha tovar taniqliligini oshirishga zo'r yordam bo'ladi. Bizni Vyetnamdan kelishuvlar bitta ichgandanda xayoldan o'tadida, masalan, qanaqadir yo'llardan o'tib keladi. Hozir shunaqa kontent modelini shunaqa yapsiz. u bitta dona kontentga-da, hozir biz rubrikani o'ylab olsak, keyin uni atrofida keyin yuraveradi bemalol. Bitta mana shunaqa развлекательный eksperiment. Faqat o'sha ko'ngil ochar. Buning ichiga hozirgiga o'xshagan har qanaqa narsalar ketadi. Litvillar qilayotgandagi shoular, yana boshqacha narsalar ketaveradi. Uchinchisiga nima boya aytdiz-ku, boshqa kompaniyalar ham olib kirishga qiziqish bildirayotganlari borda. Masalan, men o'zimni qiziqishim qanaqa, qaysi davlatlarda производительlar optim olib kirish uchun qanaqa trебованиялар bor. Masalan, balki Vyetnamdagi boshqachadir, AQShdagi boshqachadir, logistika. Yo. Uje bu yoqda nishalashib ketib qoladi. Bizda ketayotgan targetga umuman qizig'i yo'q. Men misol faqat suvni olib ichish qiziq menga. Aytaylik, men o'sha yerdan anaqa qilib oladigan bo'lsam, suvni olib ichadigan odam bilan suvni sotmoqchi bo'lgan odamlar ikki xil. Va bularga u sotayotgan Vyetnamdagi trебованияni aytib berishlari umuman foydasiz. Sababi o'zlariga o'zlari konkurent yasab oladilar. Bular Vyetnamdan bular olib kirib bo'lganlar, bularni qo'llaridan olib do'konga tarqatadiganlarni prioritet qilishlari kerak. Tushundingizmi? O'shaning uchun bottiga anaqa kerak emas. Hozir bizani taktika nima? Mahsulotni o'zini ko'proq tanitsak, distributorchilar o'zi chiqadi. Mana shuni egasi ekansiz, menga ham bering degan narsa o'shanda keyin sekin savdo qilaveriladi. Shunaqa O'sha odamlarni prioritet prosmotr ko'proq bo'lsa, menga hozir prosmotr. Chunki ko'rgan odamlar do'konga boradi, anu suvingdan yo'qmi deb. Ko'p narsa bo'lganda bu. Keyin shu agentimiz borsa, mana shu suvni so'rashyapti, zakaz yozardik. Xuddi shunaqa. Uchinchisiga boyga aytilganda sovg'a qilishni bitta aytsa bo'ladi. Ko'chada nimadir vazifani bajarib ko'rgan odamga Konkurs, misol odamlarning orasida yoki qanaqadir ishxonadagilarning orasida nimadir ish qilib ko'radi, o'sha narsani qilib bergani uchun uje mana shu narsa sovg'a qilinadi yoki ko'chada Ichib ko'rib, mazasini aytib bersa, bir blokini beramiz. Shunaqa o'zim. anaqa mana bu eksperiment ko'ngil ochar ichigacha zo'r yana narsalar qilsa bo'ladi. Hozir ani korobkani orqasiga suvni qo'yib qo'yib, qaysi biri bir-birini ustiga tushadi, mazasini ichib topib ko'rish, boshqa bu narsalar ham mashinada anaqa qilgan edi. Ras Instagramda tarqalgan edi. Shunga o'xshagan narsani bu yoqqa qo'shsa bo'ladi. Sovg'a berilishini bitta ko'rsatasiz. Plus orada lichniy kontentlarni ham qo'shib ketmasangiz, kompaniyani rahbarligingizni aytib ketmasangiz, o'sha yerdagi siz o'zingizni pozitsiyangizni ko'rsatib ketmasangiz, faqat mana bu narsani qilib bersangiz, odamlar sizni bloger deb tanib qoladi. Misol 20 yashar mana shunaqa eksperiment qilib yurgan bolalar bilan hech qanaqa farqingiz qolmay qoladi. Agar faqat mana shunaqa shoular, yana bu narsalarga fokus berib, faqat mana shuni atrofida o'rlashib qoladigan bo'lsangiz, siz bu narsalar qilish zo'r, prosmotr bu olib kelsin, lekin orada o'zingiz bilib, skladda misol obzor qilib beryapsiz yoki live qanaqadir bir kun videosini qilib beryapsiz, u yerda anaqa qilyapsiz. Nima deydi? O'sha ishxonaga borayotganingiz, majlis o'tkazayotganingiz, shunga o'xshagan narsalarni obzor qilib beryapsiz. Chet elga chiqyapsiz, chet elda misol o'zingiz suvingizni ushlab turib, misol rasmga tushyapsiz yoki bitta katta odam bilan anaqaga bordingiz.
misol uchrashuvga bordingiz aytaylik, butun dunyo taniydigan qanaqadir odam bilan uchrashuvga bordingiz, u bilan rasmga tushib olsangiz, qo'lingizda suvingiz bor, shunga o'xshagan narsalar bilan yana ham uni taniqliligini oshirasiz. Mana shu kompaniyani egasiligingizni, mana shu ish siz orqali tarqalayotganini ko'rsatib borishga harakat qilish kerak. mana bu 3 ta sovg'a qilishda masalan shu mahsulotni do'kondan oldik ichda mana shu storiesiga qo'yadi, storiesida sahifani yoki mani отметка qilsa qanaqa bo'ladi? Masalan, nechtadir do'konni yoki rasmga olgan, 10 ta do'konni rasmga olsang, masanga nechtadir hadya qilaman. Ya'ni sahifani bildirib anaqa отметка qilib ketadi, mana. Bu qanchalik effekt beradi? Storiesdami, postdami farqi yo'q. Yo'q, lekin menimcha juda unaqa effektiv bo'lmasa kerak. Juda ham effektiv bo'lmasa kerak. O'zini storiesiga qo'yganda ham 200 ta podpischisiga borma, 1000 tami nechtadir odam ko'radi. Tuzukroq narsa. Yo, endi Ichmasa ham rasmga olib yursin. Masalan, qaysidir do'konda bor deylik. 100 ta do'konda, 10 ta do'konda bor. U odam shu rasmga olish uchun kerak bo'lsa 50 ta do'kon kiradi, bu bormi deb. Do'konchi avtomatik tarzda odamlar shuni so'rayapti deb keyingi safar so'rasa ham olmasa ham nitodi. U bitta xuddi bir anaqada shoular qilib turib, barabanni aylantirib nimadir yutishga anaqa qilishgan edi. Umr qisqa bo'lib qoladi-da, o'shanisiga rozi bo'lsangiz, o'shanga o'xshagan narsa qilsangiz bo'ladi. Faqat shunaqa shoular qilganingizda, nimadir o'sha aksiyalar qilganingizda, nimadir qilganingizdagina sotiladigan boshqa holatda umuman savdosi bo'lmaydigan holat ham bo'lib qolishi mumkin-da. Ertaga o'sha narsani to'xtatganingizdan keyin. To'g'rimi? Zo'r narsa qilishadi. Misol uchun bugun mana tovarimiz aksiyada, misol uchun 20 ming narsa 14 mingdan. Bu narsani sababchisi misol uchun sizning ismingiz shular rahbarda bizani archibuncha savdoga hadya qildi shunaqa. Sizlar ham shunaqa narxda olmoqchi bo'lsangiz, o'ttirchilik o'tishga mumkin degan narsami? Yo'q, u narsalar bo'ladi. Qaysidir do'konlarga beramiz, mana 20 ming narsani 10 mingga beramiz. Do'konchilar o'zi reklama qiladi yoki qaysidir optimga borib, mana bu do'konga katta ob'em tushirdik, okadan ozgina kelib bemalol olishinglar mumkin degan siz aytgandek narsalarni ham ko'rsa bo'ladi. O'tdachi misol uchun optimchilarni kanalini optimchilar ko'radi. Misol uchun siz ham maqsad optimchilik sotishku. Agarda siz misol uchun mani podpiskam, misol uchun menga podpiska bo'lgan bo'lsangiz, shu yerdan kelib olib ketishingiz mumkin 10 mingdan misol uchun. Ikkita manfaat ko'radi-da. To'g'ri. Mahsulot beraman. Bu ham bitta variant. Misol, bu ham bitta variant bo'lib qolaveradi. Sovg'a deganda основной mani fokusim nima dedi? Prosmotr olishga yo'naltirilishi kerak. Bu qanaqa bo'ladi? U sovg'a berilishi ko'chada misol o'tkazilishi kerak. Qanaqadir odam bilan, kimdirlar bilan boshqa nimadir narsani bajarib ko'radi, kimlargadir topishmoq etasiz, javobini topsa bo'ldi, beraverasiz. Tushunasizmi? Maqsad uni qiyin qilib berish emas, tezroq berib, o'shani qiziq qilib prosmotr qilib berib yuborish. Просто uni qiyin qilib berish emas-da, prosmotr qilib berib yuborish. Prosmotr qilib o'sha narsani berishga harakat qilish. Nimalar? Test. Da. Bo'ladi. Sizga xolodilnigimdan beramiz. ASMR videolar ham ASMR videolar ham yaxshi ketadi. Bitta o'zim nechta ichib ko'ra olayman, qani anaqa qilamiz. Rekord qo'ysangiz bo'ladi, misol bitta qiz nechidir sekundda qurtni yeb berishni aytayotdi-ku, xuddi o'shanga o'xshatish qilib, mana challenge hammaga, kim agar mana shu narsani qilib video qila olsa, mana shu anaqa priz mana o'sha odamga deb qo'yasiz-da, faqat u nerealniy bo'lmasin. Ko'proq odam qilsin-da, bir blok undan sovg'a qilasiz, keyin pul berasiz. Unisindagi mana shu joyini bitta ko'rish kerak. Bitta o'ylash kerak ekan. Mana shuni endi qimor bo'lmaydigan variantini o'ylab topish kerak. Agar icha olsangiz, hadya deb bir yo icha olsangiz. O'ylash kerak. Sotib olishga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. Yo, men aytganim, uni o'zi videoga olib o'zi qo'yadi. Kim challenge bajara olsa priz bor. Aha.
prosmotri qanchalik bo'ladi? Men o'ylashimcha prosmotr sal kamroq bo'lsa kerak bunda. Ya endi uni noto'g'ri bo'lib qoladi-da. Unaqa qilib bo'lmaydi-da. Konkurentkini qo'yib qilib bo'lmaydi-da. ularni reklamasi Ya u qarang. Ularga reklama berib aniq tarqatib olish qiyin emas. Bizga uni shaxsiy brendga bog'lash kerak. O'z ma'milani qilsangiz cho'tki bo'ladi. Mashinalarni o'z anaqa qilsangiz yaxshi bo'ladi. Lichniy kontentlarni ham orada qo'shib nima qilsa bo'ladi? ketavering. Lichniyga Lichniyga aytaylik kun davomida nima qilayotganingizni ko'rsatishingiz mumkin. Ishxonadagi bo'layotgan holatni, skladda obzorini, tovar aytaylik Vyetnamga borib, anaqa bilan o'sha ishlab chiqaruvchilar bilan gaplashib kelyapsiz o'sha narsani. Qaysidir do'konga katta partiyada chiqib ketyapti. Aytaylik Qashqadaryoga mana katta partiyada anaqa chiqib ketyapti. Mana shu limonatingizdan chiqib ketyapti. O'sha narsani ko'rsatib beryapsiz. Yuringlar, bu o'zimiz olib borib beramiz. O'sha yerga borib bitta blogini bugun Qashqadaryoga sovg'a qilamiz deyapsiz. Misol 10 ta blokni misol Qashqadaryoga bugun sovg'a qilamiz deyapsiz. Ket o'sha narsani yana ko'rsatyapsiz, olib ketyapsiz. Yoqqa borgandan keyin 2-3 ta video u yon o'zidan chiqyapti. Keyingi safar Xorazm ketasiz, keyin Andijon ketasiz. Mana shunaqa qilib aylanib yuraverasiz endi. Savdo bo'lgandan keyin. Bu yoqda hamkorlar shartnoma tuzgani ketyapmiz deb. Mana shunaqa narsalarni ko'rsatasiz. Kakras mana Xorazmdan bizga manimcha odam, manimcha zakaz tushdi, o'shalar bilan shartnoma qilishga ketyapmiz. Kimga yana qiziq bo'lsa yozinglar, mana bu nomer telefon qilinglar. Biz do'koningizga yetkazib beramiz o'zimiz. Shu bilan savdo bo'laveradi. Keyin mana 4-ga o'g'limni ham qo'shsam. Qanaqa bo'ladi? O'g'lingiz necha yosh? 9 yosh. Nima qilib qo'shmoqchisiz uni? Ya'ni ana yosh bolalar bitta video ko'rdim, u ham ichib ko'radi, degustatsiya qilib ko'radi. Bu zo'r ekan, anaqa ekan degan shu lab ekspertga yaqinroq. Yoki qanaqadir o'sha ko'chada ham anaqa sovg'a qolganda yosh bolalarni ham tortish. O'zi tengi bolalarni. O'zi klientski ba'zi kim aslında yoshlarni anaqa Vyetnamdagida u ham ichyapti, to'ylarga ham qo'yishyapti. Asosan uni yoshi yo'q. O'zi energetik. Uni restoranlar ham masalan u taxminan 12 ming sotamiz. Uni 5 tasini anaqa grafinga qo'yyapti-da. Ichiga nimadir qo'shib, 100 ming, 150 ming, 200 mingga o'tkazishyapti. Shu Basil Seed. Endi asosan yoshlar qo'shsangiz ham bo'ladi. unaqa anaqasi yo'q, zarari yo'q. Bemalol qo'shursangiz bo'ladi. Endi o'sha ko'z tegmasa bo'ldi, chiqarib ko'ring. Qon og'rib qolsa keyin ehtiyot bo'lib chiqarasiz. Ehtiyot bo'lib chiqarasiz. Lichniyga endi o'g'lim bilan bugun mana bu narsani qilib ko'ramiz deb turib, eksperimentlarda o'g'lingiz bilan развлекательный qanaqadir mana buni topsang mana bu narsani beraman deb turib qilsangiz, topsang misol telefon olib beraman. Endi kattalashtirib olmaganingiz ham yaxshi. Topsang kompyuter olib beraman degan ma'noda endi kichikroq narsalarni qo'yib turib, o'sha narsani qo'shib, o'sha yoshlikdan, ya'ni uni ham sekin-sekin mashinga qiziqtirib olib ketsangiz ham bo'ladi. Zo'r aka. Savollaringiz qoldimi bu bo'yicha? Savol yo'q. Yechim oldingizmi? Yechim oldim. Endi mana shuni faqat realizatsiyasi hozir gaplashgan odamlarimiz orasida eng ko'p vaqt oladigani sizniki, eng qiyin emas, eng ko'p vaqt oladigani sizniki, chunki eksperimentlarga vaqt ketadi. Aytaylik, uni bochkani ichidan ichib chiqishiga 28 soat vaqt ketsa, o'shani syomkasini qildirib berishingiz kerak-da. Siz o'zingiz tepasida turmasangiz ham o'shani syomkasi bo'lishi kerak-da. Shunaqa narsalarni realizatsiya qilishga развлекательный ko'chaga chiqib kontent qilishga to'g'ri keladi, boshqa qiladi. Vaqtingiz ko'proq ketadi. Bu jarayonda xudo xolasa qilib ko'rsangiz, ko'rib yana kamchiliklarni aytib, hozir masalan men o'ylayapman, hozir sovutishyapti, qanchalik biza nimadir qila olamiz. Endi ko'chada eksperiment qilishga, ko'cha sovuq bo'lishi mumkin. Misol tariqasida endi bu xuddi kompaniya yana qanaqadir misol olsa bo'ladi. Chunki yozda ketadi futbol asosan, qishda hech kim bunday narsa ichmaydi. Sizlar muammo-ku, suvda tushadi qishda. Hozirdan tayyorgarlik qilib ketaverasiz. Eksperimentlarni endi ochuv joyda ham, yopiq joyda ham qanaqa qilib turib, yopiq joyda qilish mumkin bo'lgan eksperimentlarni hozir qilib turasiz, aka.
bahorgacha hozirdan opit qilib ketsangiz, bahorda keyin gazini bosib, hamma ichimlik olishni boshlayotganda уже sizda auditoriya, уже klientskiy baza bo'lishni boshlaydi agar hozirdan boshlasangiz. Endi hozir men o'ylayman bo'ladi. Lab ekspertlar lichniy sal to'g'ri kelyapti-da. Lab ekspert bilan lichniy ham keladi, ko'ngilochar anaqalar ham to'g'ri kelaveradi. Misol korobkani orqasiga suvlarni taxlab qo'yapti, o'g'lingiz mana shuni ichib top berdi, hozir topyapti. Ular ham bemalol to'g'ri keladi. Endi ob-havoga qarab ish tutadigan bo'lsa. Ichkarida olasiz uni videosini. Mollarning ichida. Ha, ichkarida olasiz. Ko'chada bo'lishi shart emas. Ishxonada ham olasiz bemalol. Shundan. Endi bolisda ichkariga moslashtirib olasiz. Qishga adaptatsiya qilib olasiz. Qishda ham sodasi bo'lsa kerak, umuman nol bo'lmaydi-yu, ichimlik ichadi odamlar. Ichimlik ichadi-yu. Nu baribir tushadi-da, to'g'rimi? Qisman tushadi. Zo'r. Aka, omad. Rahmat. Umringiz Vaqtingizni bo'lsin. ajratganingizga. Katta rahmat sizga. Razborimiz foydali bo'ldi degan umiddaman. Agar siz shaxsiy brendingizni rivojlantirishga chuqur kirishmoqchi bo'lsangiz, bizda to'liq kurs bor. Hozir oldindan eng yaxshi narxda va eng yaxshi bonuslar va qo'shimchalar bilan darsga qo'shilish imkoniyatingiz bor. Batafsil ma'lumot olish va darslarga qo'shilish uchun videoning tagida link bor. Shu link orqali nomeringizni qoldirib qo'ysangiz, biz o'zimiz sizga aloqaga chiqamiz.